2025-yil 27-noyabrga bex ko'chatlarimiz bugundan inshaalloh xudo xolasa ko'chirishni boshladik. Zakazlarga ma'lumot tariqasida aytib qo'yaman. Hozirgi kunda sovuq tushganligi sababli uzoq yo'llarga ko'chat bermayapmiz. Sabab ko'chatlar yetib borguncha sifatini yo'qotib qo'yishi mumkin bo'lgan ehtimol juda ham ko'p bo'lganligi uchun faqat shu o'zimizni vodiy hududiga ko'chat beryapmiz. Do'stlar, sizlarga ham maslahatim, agar ko'chatlaring 1 sutka yoki 2 sutka davomida yetib boradigan holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni katta ob'yomda shoshilmasdan ekishlarini maslahat beraman. Chunki perivaldan o'tgungacha 4 soat, 3 soat to Gulistonni yo'lidan chiqib borgungacha voha tomonlarga tomirlari sovib qolishi mumkin. Agar banderoli mustahkam 2 qavatli o'ralgan bo'lsa, inshaalloh xudo xolasa chiroyli yetib boradi. Agar 1 qavatli salafanda o'ralgan bo'lsa, sifatsiz yetib borib qolishi mumkin. Shu sababdan ko'chat ekish mavsumini mana sovuq kunlar kelganligi uchun qisman yopiq deb e'lon qilish kerak. Chunki ko'chatlar yaxshi ko'karmasligi natijasida ko'chat beruvchiga juda ham qo'pol gap yetib keladi. Shu sababdan oz miqdordagi ko'chatlarni ekishlarini, katta ob'yomlarda to'xtalish qilib turishlarini maslahat beraman. Chunki ko'karish foiz juda ham pastlab ketadi. Shu sababdan ma'qullamaymiz. Pastlab ketganligi uchun ko'chat beruvchi tomonidan ko'chat oluvchi ko'chat beruvchiga nisbatan salbiy fikrda bo'lib qolyapti. Ya'ni ko'chat ko'karmaydi, qurib qoladi degan bo'lyapti. Aslida buni sababi shu yo'lda yetib borguncha tomiri bitta yaxshi muzlab oladi. Keyin ekkaningizdan keyin erta bahor bak chiqarib, saratondan o'tmasdan qurib qoladi. Asli buni sababi minus gradusda qolib ketganligi bo'ladi. Shu sababdan kichkina, ozgina ob'yomda 50 tagacha, 60 tagacha bo'lgan ko'chatni bemalol zakaz qilib ekaverishlaring mumkin. Chunki uni banderolda 2 qavat qilib o'rab, BTS pochtadanmi yoki Isuzu yopiq mashinadan bersa, inshaalloh xudo xolasa sifatli yetib boradi. Lekin katta ob'yom ochiq mashinada yoki mashinalarda tomida boradigan bo'lsa, uni sifati buzilib qoladi. Ma'lumotlar yoqqan bo'lsa bitta like bosamiz. Bizni kuzatishda davom etasizlar do'stlar. Ish jarayonlari boshlandi. Endi hozirgi vaqtda bitta yana yaxshi ma'lumot, qish juda ham issiq kelishni boshladi. Shu sababdan bemalol shoftoli, danayli, urug'li daraxtlarni abrezga qilsa bo'laveradi. Agar sovuq kelgan bo'lganda bu hozirgi kungacha juda ham qattiq sovuqlarni bildirgan bo'lardi. Menimcha fikrim, prognozlar ham qish qattiq sovuq keladi demayapti. Shu sababdan bemalol abrezga jarayonlarini boshlasa bo'laveradi. Sog' salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etasizlar do'stlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like bosamiz. Bu videoni bog'dorchilik qiladigan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar do'stlar. Bismillah.